Assalomu alaykum okaxonlarim, yaxshimisizlar? Mana sizlarga masli cho'tki lidiksimizdan olib kelib qo'ydik. Buni bir ovozlarini eshitib bir baho bering. Hattoki shunaqa yana eskirib ketgan 2000 so'mliklarni ham juda chiroyli, sifatli qilib sanab beradi bu mashinka. Bunda bizga qalbaki pulimizni ushashda mana juda bir chiroyli aktivligini ko'rsatib qo'ygan. Umuman o'tkazmaydi qalbaki pul. Birga bir ishlangan qalbaki. Hatto buni ultrafioletli nurlari ham chiziqlargacha ko'rinib turibdi. Shu qalbaki puli ham usha beradi bu mashinka. Kimga shunaqa sifatli, yaxshi mashinkalar kerak bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.